Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan mana stream qilishning ikkinchi qismi ham tayyor bo'ldi. Birinchi qismida prezident Liviyadan qilishni o'rgatgandim bo'ldi. Давайте videoni boshidan like obuna bosib qo'yamiz bo'ldi. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz. Birinchi bo'lib plus tugmasini bosib olamiz. Bu yerdan esa men ko'rsatgan joyga bosamiz. Bu yerga bosgandan keyin shunday oyna kelib chiqadi. Bu yerga xohlagan nomlarini yozasizlar. Bu stream nomi bo'ladi. Masalan, Ikshah Pubuk streamda deb yozamiz biz streamda va men ko'rsatgan joyga bosib, bu yerdan esa yo'q bolalar uchun yaratilmaganda bosib, bu video 18 yoshdan kichiklarga hammasini bosamiz. Va bu yerdan chiqib turib men ko'rsatgan joyga bosamiz. Va bu yerga kiramiz. Kirgandan keyin Pubuk deb yozamiz. Va bu yerda PUBG Mobile 2018-yil versiyasini tanlab va keyingini bosamiz. Va shunday oyna kelib chiqadi. Bu yerdan OKni bosib, bu yerdan men ko'rsatgan joyga bosamiz. Va entry screen tanlaymiz va boshlashni bosamiz.